Yegani yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin. Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah, Abduvali Sayed, korrektor Abduvali Sayed, bat va muqovil loyihaliguvchi A. Aqxon. Birinchi bob. Mavjudiyat dalili. Hech bir aql inson shay'lar mavjudligining haqiqat ekanligiga, bu yerda mavjudlikdan iborat bir haqiqatning borligida shaklanib yurmaydi. Balki bu qalbi va aqli sog'lom har bir shaxs o'z tuyg'ulari, sezgulari orqali his qila oladigan, bila oladigan aksiomadan iborat. O'sha bu dalilning navbatda dastlab keltirilishidagi, bo'libmi bu dalilga falsafaviy jihatdan alohida ahamiyat berilishidagi sababmi uning dastlabki asosining dal aql shak qilmaydigan mazkur aksioma ustiga qurilganligidandir. Biz dalillarni sunish metodimizda sap aqliy dalilni dastlab keltirishni asos qilgach, tunji qadamni aqliyat peshvolarining faxr bilan madhiyalashiga sazovor dalillardan biri bo'lgan mavjudiyat dalili bilan boshladik. Mavjudiyat dalili amaliyotda ko'pchilik aqida olimlari qo'llanib kelgan Allohning mavjudiyatini isbotlashdagi kuchli dalillarning biri. Bundoq bo'lishida mazkur dalilning tarkibiy qismi sog'lom aqlga uyg'un hamda insoniyat aqliyati birda qo'llaydigan analogiya qonun qoidalari metodi asosida o'ttirg'a qo'yilganligida gavdalandi. Hatto mazkur dalilning nazariyaviy asoschilari mazkur dalilni aql orqali Xudoni isbotlashdagi eng ishonchli va mushaqqatsiz yo'l deb ta'riflagan. Shuning uchunmi Allohning mavjudiyatini isbotlash masalasida har davr islom mutafakkirlari, faylasuflari va ko'pchilik ilohiyatshunoslari mazkur dalilni maxsus aqliy dalil sifatida bayon qilib kelgan. Mazkur dalil aqida asarlari hamda islom falsafasiga doir metafizik bayonlarda muqarrarlik, al-vojib va mumkinlik, al-mumkin dalili nomi bilan tilga ilindi. Biz o'sha bu dalilning tafsilotiga kirishdan avval aqliy dalillarda bizga ko'p uchraydigan mundaq ikki atalg'uning ta'birlari bilan tanishib chiqishimizga to'g'ri keladi. Chunki bu har qaysi dalillarning nazariyaviy asosi va maqsadlarini tushunishimiz uchun qulaylikdir. Birinchi, muqarrar mavjudiyat. Vojibul vujud. Bu o'z-o'zidan bor mavjudlik. Mazkur mavjudiyatdan ko'zda tutildigani Alloh taoladir. Ikkinchi, mumkin mavjudiyat. Mumkinul vujud. Mavjud bo'lishi sababning ta'sir ko'rsatishiga qarashliq bo'lgan mavjudlik. Mazkur mavjudiyatning ko'zda tutildigani Allohdan boshqa barliq shay'lardir. Mavjudiyat dalilining qurilmasi tuvandikicha. Bir butun mavjudlik dunyosiga subjektiv nuqtai nazarda boqqanimizda shay'lar mavjudligining haqiqatan chin va real ekanligi ko'z oldimizga keladi. Ya'ni bu xil aqliy yuzlanish har inson uchun o'z-o'zidan ma'lum ishlardir. Bu go'yo har birimiz o'zining mavjudligida shak qilmaganiga o'xshash bir haqiqat. Mavjudiyat haqidagi aql tahlil orqali mavjudlikning muqarrar mavjudiyat va mumkin mavjudiyat deb ikkiga ayrilganligini xulosalay olamiz. Biroq bu xil taqsimot va qanoatga qanday erishish mumkin? Albatta, buning uchun mavjudlik haqida o'ylanishga to'g'ri keldi. Ma'lumki, mavjudlikning mavjudiyat olamiga paydo bo'lishi ustida tahlil olib borgan vaqtda aqlning mavjudlik qanday paydo bo'lgan degan savoliga duch kelamiz. Bu chaqda mazkur savolga tuvandagi 3 turli ehtimolli javob bo'lib keladi. Ya'ni sualning javobi mundaq 3 turli javobining sirtida bo'lmaydi. Birinchi mavjudlik o'z-o'zidan mavjud bo'lgan bo'lishi kerak. Ikkinchi mavjudlik o'z-o'zidan mavjud bo'lmagan, balki tasoddifiy paydo bo'lib qolgan bo'lishi kerak. Uchinchi mavjudlik ma'lum bir sababning ta'siri bilan mavjud bo'lgan bo'lishi kerak. Halbuki yuqorqi javoblar ichida faqat birla javob to'g'ridir. U bo'lsa-mu 3-javob. Undaqda yuqorqilar ichida to'g'ri javobning 3-javob ekanligini qanday bekitamiz? Birinchi ehtimollikning o'zidan ma'lumki, koinotdagi hech bir shay o'zligidan mavjud bo'lgan emas va bo'la olmaydi. Ya'ni shaylarning mavjudligi mustaqil va o'z-o'zidan bor bo'lgan emas, balki yo'qdan bor bo'lgan. Undaqda mavjudlik o'z-o'zidan bor bo'lish xususiyatiga ega bo'la olmagan ekan, bu ehtimollikning savolining xato javobi ekanligini muayyanlashtiradi. Ikkinchi tahlil bo'yicha qaragan chog'imizda o'sha bu masalada mavjudlikning o'z-o'zidan bor bo'lmaganligi, bor bo'lishining tasaddiqlikning natijasi bo'lish ehtimolligi xulosa qilindi. Ammo bu xil xulosaning sog'lom aqlga va amaliyotga uyg'un emasligi o'z-o'zidan ma'lum. Balki bunda xulosaga kelish aqlga haqoratdir. Chunki ko'z bilan ko'rib turayotgan, o'z mavjudiyatimiz orqali bilib turayotgan bu mavjudlik olamida har qanday shay'ning bir sabab bo'lg'uchisi yoki omili bo'ladi. Sabab yoki omilning ta'sirisiz har qanday shay'ning tasoddifiy borliqqa kelib qarashini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Aqlmi buni qabul qilmaydi. Bu xuddi tavrinish hodisasining biror tavratgich kuchining ta'sirisiz o'z-o'zidan tavrinish paydo qila oladiganligini yo'lliq sanagandekla aqlga zid. Demak,
bu tahlil tabiiyla bizni onundan voz kechtirib, uchinchi bir ehtimollikqa, ya'ni mavjudlikning mavjud bo'lishining ma'lum bir sabab yoki kuchning ta'siri ostida yo'qdan bor bo'lganligiga yetaklaydi. Uchinchi ehtimollikqa borgan chog'imizda bu ehtimollikning oddiy aqlni qabul qiladigan darajada aqlga uyg'un ekanligini ko'rib olg'ali bo'ladi. Chunki mazkur uchinchi ehtimollik har bir harakatning ma'lum bir kuchning ta'siriga uchramasdan o'zicha harakatga kelmaydiganligidek qonuniyatga uyg'unlik jihatdan bizni aqliy qanoatga ilib boradi-da, masala biz uchun ehtimolli holatdan hukm darajasiga ko'tariladi. Buningga binoan mazkur ehtimollik asosida mavjudlikqa yo'qlikni manba qilgan har qanday shay'ning orqasida uni barliqqa keltiruvchi bir sababning mavjud bo'lganligi muayyanlashadi. Demak, bu xil sabab natija munosabatning inkor qilg'usiz darajada ko'z oldimizda yorqin namoyon bo'lib tura olishi bizga obyektiv shay'larning mavjud bo'lib turishining ana shunday bir qudratli sababning mavjud bo'lishiga qarashli ekanligidan iborat qanoatga ilib boradi. Mazkur sababning mavjud bo'lishining muqarrar va zo'rligi muayyanlashgan ekan, buningdan shay'ining shundaqla izchil mashg'ulot va intizom ichida harakat qilayotgan, yo'q holatdan barliqqa kelayotgan, shakllanayotgan va tinimsiz o'zgarish hosil qilayotgan koinotning va hatto kelgusida mavjud bo'lish oldida turgan barliq shay'larning o'z mavjudligida o'sha bu muqarrar sababning mavjudligiga qarashli ekanligi hamda uning ta'sir ko'rsatishiga muhtoj bo'lganligi muayyanlashadi. Demak, shay'lar mavjudligining ikkinchi bir kuch yoki sababga muhtoj bo'lishining muayyanlashishi bir-biridan farqli ayrim-ayrim ikki mavjudlik borligini kuchli holatda dalillaydi. Nihoyat, paydo bo'lishi o'z-o'zidan bo'lmagan, yo'qdan bor bo'lgan mavjudlikning sababini izlash orqali mazkur mavjudlikni paydo qilish qudratiga ega sababning aql uning paydo bo'lganligini emas, balki uning paydo qilguvchi ekanligini jazmlashtiradigan tangdoshsiz va qudratlik yana bir mavjudlikning borligi muayyanlashadi. Buningga binoan tur jihatdan ikki xil mavjudlik bor bo'lib, ular: birinchi, mumkin mavjudlik, mumkinul vujud, ya'ni sababga muhtoj har qanday mavjudlik. Ikkinchisi muqarrar mavjudlik, al-vojibul vujud, ya'ni mavjudligi hech bir sababga ta'sir ko'rsatkuchiga muhtoj bo'lmagan, balki o'z-o'zidan bor mavjudlikdir. Yig'ib aytganda shay'larning mavjudligiga qadam elishining ma'lum bir sabab va ta'sir asosida bo'lganligi. Bo'libmi, mumkin mavjudlikning yo'qdan bor bo'lishida uningga ta'sir ko'rsatgan kuchning cho'qim bo'lishi lozimligi muqarrarlashgan vaqtda mumkin mavjudlikning mavjudot olamida puttiravotganligining o'zila bizni shay'larning mavjudiyatini yo'qdan bor qilgan ikkinchi bir mavjudlikning borligini muayyanlashtirishga ilib boradi. Mumkin mavjudlikqa o'xshamaydigan bir mavjudlikning haqiqatanmi mavjud ekanligini muayyanlashtirgan vaqtda bo'lsa, cho'qimki bu mazkur sababning mumkin mavjudlikqa butunlay o'xshamaydigan tabiat va sifatga ega bo'lish kerakligini taqozo qiladi. Chunki agar undaq bo'lmagan ahvolda mazkur sababmi hamma jihatdan o'ziga o'xshaydigan yana bir sababning ta'sirida mavjud bo'lgan bo'lish ehtimolligini keltirib chiqaradi-da, buningdan zanjirsimon sabablarning to'xtovsiz bir-biriga o'lishib va ta'sir ko'rsatishib maydonga kelishini va buning izchil holda cheksiz davomlashishini keltirib chiqaradi. Bu xil zanjirsimonlashish agarda ma'lum bir sababda oxirlashmagan yoki ma'lum nuqtaga elib berib to'xtamaganida, aqliy jihatdan bu xil cheksiz zanjirsimonlashish tabiiyla bema'nilikka yo'l ochadi. Nihoyat, zanjirsimon cheksiz davomlashish bo'lishining aqlga zid kelishidek bu hukm aqliy nuqtadan barliq sabablardan butunlay farqlanadigan bir sababning, ya'ni bir kuchning mustaqil mavjud bo'lgan bo'lish kerakligini muayyanlashtirishga aqlni majbur qiladi. Mazkur yakun natija e'tibori bilan navoda bir sabab yana bir sababni tartib chiqdi degan taqdirdami, o'xshashla boshqa sabablarning avvalgi sababdek mumkin mavjudlik ekanligini ko'rsatib beradi. Bu deganlikmi o'xshashla bu yerda mumkin mavjudlikqa butunlay o'xshamaydigan bir mavjudlik bor deganlik bo'lib, bu xil ichkirlash hech bir ehtimollikqa yo'l qo'ymagan holda bu yerda mumkin mavjudlikqa qat'iy o'xshamaydigan alohida bir sabab, ya'ni mavjudlikning muqarrar mavjud bo'lishi kerakligini va bu mavjudlikning har bir mumkin mavjudlikqa o'xshash yo'qdan bor bo'lish va yo'qolish xususiyatiga ega bo'lmasligi lozimligini hamda uning mavjudligi mumkin mavjudlik kabi sabab ta'siridan emas, aksicha sababga muhtoj yo'q va azaldan bor bo'lishi hamda muqarrarlikka ega bo'lgan bo'lishining lozimligini taqozo qiladi. Buningga binoan mavjudlik haqida shunday xulosaga kelamizki, mavjudlik faqat ikki turlik bo'ladi. Biri muqarrar mavjudiyat, yana biri mumkin mavjudiyat. Bilinib turibdiki, mavjudlik olamiga qarta ilib borgan o'sha bu aqliy tahlil bizni ko'zimizga ko'rinib turgan bu olamdan boshqa yana ikkinchi bir mavjudlikning borligini jazm qilishga yetaklaydi. Aqida olimlari hamda islom ilohiyatshunoslari mazkur dalildagi muqarrar mavjudlik hukmidan Allohni,
mumkin mavjudlikdan Allohdan o'zga barliq shay'larni ko'zda tutgandir. Mavjudiyat dalilining haqiqiy sharhchilari va nazariyaviy qurilmasini sistemalik o'ttirg'i qo'yg'uvchilar haqida so'z qilganimizda, bu haqda Sharqning ikki buyuk mutafakkirini hurmat bilan tilga olishimizga to'g'ri keladi. U bo'lsa-mu, islom tarixida o'tgan gigant faylasuflardan Abu Nasr Muhammad ibn Taraxan al-Farabi va Abu Ali ibn Sinadir. Mazkur ikki faylasuf mavjudiyat dalili ustida astoydil va sistemalik tadqiqotlarni sungan, o'ttirg'i qo'ygan va sharhlaganlardan bo'lib, mavjudiyat dalili Ibn Sina tarafidan boshqa sab aqliy dalillar ichida eng bijirim va eng oson maqsadga yetkazuvchi dalil bo'lishdek ta'riflashlarga sazovor bo'lgan. Albatta, bu nuqtada mazkur dalilning eng dastlabki ilmiy andizlari va asosiy o'lining Farabiy davridan ilgirki kalomizm yo'nalishidagi aqida olimlarini manba qilganligini asdan chiqarmasligimiz insofdan bo'lsa kerak. Mavjudiyat dalili haqida Farabiy mundaq deydi: Olam ustida o'ylanganingda uningda yaralganlik iznalarini bayqaysan. Ammo sen buningdimi diqqatni burab, faqat xos mavjudlik olamiga qarasang, cho'qimki o'z-o'zidan bar bo'lgan muqarrar mavjudlikning bo'lishi kerakligini va bu mavjudlikning qanday mavjudiyat bo'lishi kerakligini bila olaysan. Farabiy yana mundaq deydi: Mavjudot ikki turga ayriladi. Ular birinchi, mavjudlikqa o'z-o'zidan mavjud bo'lishi muqarrar bo'lmagan biqindi mavjudlik. Mana bu mumkin mavjudiyat deb ataladi. Ikkinchisi, mavjudlikqa o'z-o'zidan bo'lishi muqarrar bo'lgan mavjudlik. Mana bu muqarrar mavjudiyat deb ataladi. Buning aniqlamasi shuki, biz mumkin mavjudiyatni mavjud emas deb faraz qilganimizda, uning mavjud bo'lmasligidan mumkin bo'lmaslik kelib chiqmaydi. Shunlashqa, mumkin mavjudiyat mavjudlikqa kelishda sababdan ayrilolmaydi. Navoda uning mavjudlikqa kelishini muqarrarlik degan taqdirdami, uning mavjudlikqa kelishi yanada o'z-o'zidan emas, balki vositalikdir. Shunga uni mavjudlikqa kelish bilan mumkinlik holatdan muqarrarlik holatiga o'tib qolgan desakmi, mohiyatda uning bu muqarrarligi yanada vositalik muqarrarlikdir. Mumkin mavjudlik mana bu asosda muqarrar mavjudiyatga aylangan ekan, u bir bo'lsa azaldan bar bo'lgan mavjudlik bo'lishi yoki bo'lmasa uning muqarrarligi ma'lum vaqtdan boshlangan bo'lishi lozim keladi. Albatta, mavjud bo'lish yoki bo'lmasligi o'xshash shay'larning o'zaro bir-biriga sabab jihatdan ta'sir ko'rsatishib, cheksiz davomlashishi batil. Shundaqla bu xil shay'larning zanjirsimon holatda ta'sir ko'rsatishib davom qilishi to'g'ri emas, balki mumkinlik xarakteriga ega barliq shay'larning mavjudligining tunji sabab muqarrar mavjudiyatga berib taqilishi zarur. Muqarrar mavjudiyat deganimiz uning mavjudsizligini faraz qilishdan mumkin bo'lmasligi kelib chiqadigan, mavjud bo'lishining biror sabab ta'sirida bo'lishidan bema'nilik kelib chiqadigan, shundaqla mavjudlikqa o'z-o'zidan bar bo'lgan zarur mavjudiyatdir. Mana bu turdagi mavjudiyat mumkin mavjudlik turidagi shay'larning mavjud bo'lishiga ta'sir ko'rsatgan tunji sabab Alloh bo'lib, faqat uningla tunji mavjudlikqa bo'lishi zarur. Farabiyning mazkur nazariyasiga ko'ra, Alloh muqarrar mavjudiyat, ya'ni vojibul vujud bo'lib, Allohning mavjudiyati tunji va sababga ehtiyoji yo'q mavjudlikdir. Olam bo'lsa mumkin mavjudiyat, ya'ni mumkinul vujuddir. Chunki olamning mavjudiyati tunji sababning ta'siridan mavjud bo'lgan. Olamning mavjud bo'lishidagi u tunji sabab Janobi Allohdir. Yuqorida aytganimizdek, mavjudiyat dalili yana Farabiy ideyasini eng sistemlik ravishda izohlagan hamda falsafa qatlamlarini Farabiydan keyin yanada yuksak pallaga ko'targan allamalardan faylasuf Ibn Sina'ning alohida ahamiyat bilan sharhlashiga, muayyanlashtirishiga sazovor bo'lgan dalildir. Ibn Sina aytadi: Shubhisizki, mavjudlikqa qachoniki yo'q deb faraz qilinsa, buningdan mumkin bo'lmaslik kelib chiqadigan mavjudlik muqarrar mavjudiyatdir. Ammo uning mavjudligi haqida mavjud bo'lish yoki bo'lmasligi ehtimolli qabul qilsa, ham uning mavjud bo'lmasligidan mumkin bo'lmaslik kelib chiqmasa, shubhisizki u mumkin mavjudiyatdir. Muqarrar mavjudiyat, ya'ni vojibul vujud mavjud bo'lib turishi zarur mavjudlikdir. Mumkin mavjudiyat bo'lsa, uning mavjud bo'lishi yoki bo'lmasligida zarurlik taqozo emasdir. Yana kelib, Ibn Sina o'z falsafasini tadqiq qiluvchilar tarafidan Ibn Sina Alloh temasiga favqulodda ko'ngil bo'lgan va bu haqda eng sistemalik va qizg'inlik bilan fikr yurgizganlardan edi degan taraflar bilan tilga ilinadi. Darvaqa, Ibn Sina falsafa tadqiqotida ko'rinarli iz qoldirgan muhim shaxs bo'lish bilan birga mutaxassislashgan bir ilohiyatshunos edi. U mavjudiyat dalilini keng sharhlab qolmay, mazkur dalilning Qur'on Karim qo'llaydigan metodlar asosida o'tirg'i qo'yganligini keskin bayon qilgan edi. Bu vaqtda u munlarni aytdi: Shaksizki bu yerda mavjudlikdan iborat bir narsa bor. Biroq
har qanday mavjudlik ya zarur mavjudlik bo'ladi yoki mumkin mavjudlik bo'ladi. Navoda mavjudlikni o'z-o'zidan bar, zarur mavjudlik desak, u chog'da yaratquchining mavjudligini isbotlash masalasi tukkan bo'ladi. Albatta, bu mavjudlik o'z-o'zidan bar, zarur mavjudlik bo'lmasdan, balki mumkin mavjudlikdir. Shunga uning manbasi cho'qim o'z-o'zidan bar, zarur mavjudiyatga berib to'xtatish kerak bo'ladi. U yana mundaq degan: yaratquchining mavjudligiga cho'qim uning yaratgan narsalardan dalil izlashimiz zarur emas, balki mavjudlik ichida mumkin mavjudlik orasidan yana kelib mavjudligi aqlga uyg'un mavjudlik orqali o'z-o'zidan bar bo'lishi kerak bo'lgan mavjudlikni analiz qilib yakunlab chiqishimiz yetarli. Olamni ilib aytsak, uning mavjudlikka kelishi uchun uni mavjudlik yuziga ilib chiquvchi sababga ehtiyoji bor. Shunga u mumkin mavjudiyatdir. Chunki olamning mavjudligi o'z-o'zidan bar bo'lgan muqarrar mavjudiyat emas. Bizda mazkur asos bo'lgan ekan, tunji mavjudlikni isbotlashda bizning yana boshqa dalillar ustida izlanishga hojatimiz qolmaydi. Shundaqla yaratquchining maxluqotlari orqali uningga dalil izlashga hojatimiz tushmaydi. Bundaq deyishimiz, garchi yaralgan shaylar yaratquchining mavjudligiga dalil bo'la olsa-mu, ammo mavjudlikning o'zi haqida izlanish orqali muqarrar mavjudiyat Allohning borligini yakunlab chiqish biz uchun eng ishonchli va eng sog'lom yo'ldir. Amaliyotda bu ikki xil dalillash yo'li Qur'on Karimda o'tirg'a qo'yilgan. Ularga biz toki ularga Qur'onning haq ekanligi aniq bo'lguncha osmon zamin atrofidagi va o'zlaridagi qudratimizga dalolat qiladigan alomatlarni ko'rsatamiz. Parvardigorning hamma narsaga shohid ekanligi ularga kifoya emasmi? Fussilat surasi 53-oyat. Azhar Universiteti İslam falsafasi fanlari professori doktor Hasan Shofiy mazkur mavjudiyat dalilini Ibn Sinoning aqliy dalillar ichida faxrlanib tilga oladigan dalillar qatorida ekanligini muayyanlashtirib mundaq deydi: İslam faylasuflarining keltirgan dalillar ichida faylasuf Ibn Sino faxrlanib turib tilga oladigan mavjudiyat dalilimi bor. Ibn Sino Allohni obyektiv hadislar ustida izlanmasdan mavjudiyat iddiasi orqali bevosita o'ylanish va tahlil qilish asosida mumkin mavjudiyat va muqarrar mavjudiyat yakuniga yetish orqali isbotlag'ili bo'ladi degan qarashda edi. Uningcha, mumkin mavjudiyat faqat o'z haqiqatidan sirt bir kuchning ta'siri orqali barliqqa keladigan va haqiqatga aylana oladigan mavjudlik bo'lib, mazkur mavjudiyatning tabiati barliqnimi va yo'qliknimi o'xshash tarzda qabul qiladigan ehtimollik tabiatiga ega. Bundaq mavjudiyat cho'qimki muqarrar mavjudiyatga biqinishi lozim. Bumi o'z navbatida sabablarning zanjirsimon ta'sirlashishidagi chaksizlikning bema'nilik ekanligi muayyanlashgandan keyin chiqariladigan yakun bo'lib, mazkur dalilni Ibn Sinodan avval Farabiymi o'tirg'a qo'ygan edi. Garchi aqida olimlari Allohning mavjudligini isbotlashda koinot dalili, intizom dalili, maqsad g'oya dalili qatorliq aqliy va naqliy jihatdan ilmiy asosi puxta va cho'nqur dalillarni asosiy o'ringa qo'yishni tashabbus qilib kelgan bo'lsa-mu, ammo ular mazkur mavjudiyat dalilini faqatla sab aqliy dalil sifatida keltirish va uni izohlash qatorliq jihatlarga ahamiyat berib kelgan va diqqatdan chiqarmagan edi. Ular islom faylasuflarining bayoni bo'yicha mavjudlik haqida aqliy tahlil olib borgan mazkur dalilga sal qaramasdan mavjudiyat dalilini alohida izohlar bilan bayitgan va uningga alohida ahamiyat berib kelgan. Ash'ari va Maturidi yo'nalishidagi aqida olimlari bo'lsin yoki salafiy iqim yo'nalishidagilar bo'lsin, umuman ahli sunnat aqida olimlarining mazkur dalilga alohida ahamiyat berib kelganligini ko'ramiz. Bo'libmi, Ash'ari yo'nalishidagi aqida olimlari mazkur dalilga parallel holda muqarrar mavjudlik hukmini Allohning o'zlik sifatlaridan deb muayyanlashtirish orqali Allohning mavjudiyatining muqarrarligini go'yo uning ayrilmas tarafi kabi uning zotiga isbotlanadigan sifatlar jumlasidan deb muayyanlashtirgan. Yig'ib aytganda biz mazkur dalilning har xil ifodalarini aqidashunoslik sohasidagi har xil metodga ega ahli sunnat iqimlarida asosan uchrata olamiz. Imom G'azali mundaq deydi: bilganki, mavjudlik ikki turga ayrilgandir. Shay'ning mavjudligi ya uningsiz boshqa mavjudiyat bar bo'lolmaydigan, sababga muhtoj bo'ladigan mavjudiyat bo'ladi yoki bo'lmaydi. Agar uning mavjudiyati sababga bog'lanadigan mavjudlik bo'lganida, uni biz mumkin mavjudiyat deb ataymiz. Agarda undaq bo'lmay, mavjudiyati sababga qarashliq bo'lmagan bo'lsa, uni biz o'z-o'zidan bar bo'lishi zarur bo'lgan muqarrar mavjudiyat deb ataymiz. U yana mundaq deydi: muqarrar mavjudiyatdan o'zga jimiy mavjudotning o'sha bu muqarrar mavjudiyatdan kelgan bo'lishi zarur va shaksizdir. Go'yo tabiiy yetilgan va mashinalashgan tanning kamolati uningdagi jon bo'lganiga o'xshash Haq Taala barcha mavjudotni yo'qdan bar qilgan ijodkordir. Shunga barcha shay'ning kamolatimi, davomlashishimi, go'zalligimi faqat u orqali hayotdir. Imom Faxruddin Razi mundaq deydi:
Mavjudotlarning haqiqat ekanligi qil sig'mas haqiqatdir. Har qanday bir mavjudlik ya o'z-o'zidan mavjud bo'ladi yoki vositalik mavjud bo'ladi. Agar mavjudlikda muqarrar mavjudiyat borligi muayyanlashsa, Allohning mavjudligi masalasi oydinlashgan bo'ladi. Navoda bu mavjudlik biror ta'sir qilg'uvchining sabab qilishiga ehtiyoji bor mumkin mavjudiyat bo'lib qolsa, u chog'da bu mavjudlikning sababga, u sababning yana bir sababga muhtoj bo'lishi kelib chiqib, to'xtovsiz zanjirsimallashishdak bema'nilik kelib chiqadi. Shunga bundaq zanjirsimallashish cho'qim o'z-o'zidan bor muqarrar bir mavjudlikqa berib to'xtatishi lozim. Muqarrar mavjudlikni isbotlaganlikning o'zi Allohning mavjudligini isbotlaganlikdir. Imom Iji mundaq deydi: Faylasuflarning maslikida shu bayon qilinganki, mavjudotlarning xususiyatlari va ahvoli qatorliqlarini nazardan saqit qilgan holda, mavjudlikning o'ziga qaraganimizda, reallikda mavjudlikdan iborat bir haqiqatning borligida shak yo'q. Mavjudlikning haqiqatligi sog'lom fitratga ega har bir shaxsga oydin masala bo'lib, mavjudlik muqarrar mavjudiyat bo'lganida Allohni isbotlashdagi maqsadmi ado topgan bo'ladi. Ammo mavjudlik o'z-o'zidan bor bo'lmagan mavjudlik bo'lganida, u joqda bu mavjudlik biror sababga muhtoj bo'lishi va sabablarning o'z-o'zidan bor mavjudlikqa berib taqilishi lozim. U yana mundaq degan: Olam mumkin mavjudiyatdir. Chunki u qatlamliq va xilma-xil. Shunga har qanday mumkin mavjudiyat ta'siriga uchrag'uvchi mavjudiyatdir. Biz shuni muayyanlashtiramizki, olamni idora qilguvchi zot mumkin mavjudiyat bo'lganida, uning cho'qim ta'sir ko'rsatuvchisi bo'lishi kerak bo'ladi. Faqat u muqarrar mavjudiyat bo'lgandila, uni isbotlash talabi amalga oshgan bo'ladi. Imom Taftazani aytadi: Muqarrar mavjudiyat o'z-o'zidan bor bo'lgan va bor bo'lishda hech nimaga muhtoj bo'lmagan mavjudiyatdir. Navoda u mumkin mavjudiyat bo'lganida edi, mazkur mavjudiyat olamning bir qismiga aylanib qoladi-da, uning olamni yo'qdan borliqqa chiqarish va uning harakatini dastlab boshlatgan bo'lish salohiyati bo'lmaydi. Mavjudiyat dalili yana aqidalarni tugal naqliy yo'nalish bo'yicha izohlash va tushunish tarafdorlarining diqqatiga noil bo'lgan bo'lib, ularning mazkur dalilga naqadar ahamiyat berganligini, ularning yaratquchini butunlay inkor qilguvchi materialistlarga qarata bergan bayonlarda uchrata olamiz. Bu xil yo'nalishning vakillik olimlaridan Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimahulloh yaratquchini aqliy nuqtadan isbotlashda ushbu mavjudiyat dalilini ro'shanlik, aniqlik va to'g'riliq qatorliq sifatlar bilan ta'riflab mundaq deydi: Darvaqa Ibn Sina va boshqalar aytganidek, mavjudiyat o'z mavjudlik nuqtasidan muqarrar mavjudiyat, Xudoning borligiga guvohdir. Ular mazkur dalillashda darvaqa to'g'ri qilishgan edi. Chunki bu yerda mavjudlikdan iborat bir narsaning borligida shak yo'q. Ammo bu mavjudlik ya muqarrar mavjudiyat bo'lishi kerak yoki mumkin mavjudiyat bo'lishi kerak. Mumkin mavjudiyatning paydo bo'lish sababining muqarrar mavjudiyat bo'lishi cho'qimdir. Shunga mavjudlikda o'z-o'zidan bor bir muqarrar mavjudiyatning bo'lishi muqarrar. Yuqoriqilar tashabbus qilgan mavjudiyat dalili darvaqa haq aytilgan, aniq va ro'shan o'tirg'i qo'yilgan edi. Mazkur yo'nalish bo'yicha islom aqidasini sistemalik bayon qilguvchi peshvolardan Imom Abul Iz al-Hanafi mundaq deydi: Muboda qarshi taraf men hech nimani mavjud deb qaramayman, balki o'z-o'zidan bor mavjudiyatning Xudoning borligini inkor qilaman desa, uningga tuvandagicha javob qaytarish munosib. Bilish kerakki, sog'lom aql mavjudlikning ya o'z-o'zidan bor bo'lishini yoki o'z-o'zidan bor bo'lolmaydiganligini inkor qilmaydi. Ya'ni aql mavjudlikning azaldan bor mavjudlik bo'lishini yoki yo'qdan borliqqa kelgan hodis bo'lishini inkor qilmaydi. Aql yana mavjudlikning bir borliqqa keltirguchiga muhtoj bo'lishini inkor qilmagandek, uning yaratilmagan hamda borliqqa keltirguchiga ehtiyoji yo'q mavjudlik bo'lishini inkor qilmaydi. Yana shuningdek, mavjudlikning paydo bo'lishining boshqa bir sababga muhtoj bo'lishini hech nimaga muhtoj emas mustaqil mavjudlik bo'lishini inkor qilmaydi. Ammo shunisi muayyanki, o'z-o'zidan mavjud bo'lolmaydigan mavjudlik faqat o'z-o'zidan bor mavjudlik orqali mavjud bo'lib tura oladi. Yo'qdan bor bo'lgan mavjudlik faqat azaliy bor mavjudlik orqali mavjud bo'ladi. Shuningdek, yaralg'uvchimi faqat yaratquchi orqali mavjud bo'ladi. Mavjudlikqa o'zgiga muhtoj mavjudlikmi faqat o'z-o'zidan bor mustaqil mavjudlik orqali mavjuddir. Mana bu xil o'zaro bir-biriga zid ikki turli mavjudlikni faraz qilish orqali bu yerda o'z-o'zidan bor hamda bor bo'lishi muqarrar, azaliy, shundaqla mavjudiyatida hech nimaga muhtoj emas bir yaratquchining mavjudligini aksicha tabiatga ega mavjudlikning bo'lsa, mazkur mavjudiyatning aksi bo'yicha mavjud bo'lishi kerakligini muayyanlashtirish mumkin. Hissiy bilish metodi asosida shundaqla aksiomlik bilim nuqtasidan shu aniqki, hodisaviy shay'lar yo'qdan bor bo'lgan mavjudlikdir. Yo'qdan bor bo'lgan shay'lar muqarrar mavjudlikmi emas, azaliymi emas. O'zgining mavjudligiga ta'sir ko'rsatuvchi sababmi emas. Mavjudlikqa o'zgidan behojatmi emasdir. Undaq ekan, bu yerda vojibul vujud, ya'ni
Muqarrar mavjudiyat mumkinul vujud, ya'ni mumkin mavjudiyatdan iborat ikki turlik mavjudlikning borligi, birining azali, yana birining hodis ekanligi, birining mustaqil mavjudlik, yana birining mustaqil mavjudlikqa muhtoj bo'lgan mavjudlik ekanligi, birining yaratquchi, yana birining yaralg'uchi ekanligi muqarrardir. Mavjudiyat dalilining yuqorqi tarzda izohlanishi oldingi bayonlarga qaraganda biroz yengil va ommabop shaklda bo'lib, buningdan mavjudlik ustida tahlil yurgizish orqali muqarrar mavjudlik bo'lgan zotning borligini bilib yetishning va uni isbotlashning tamoman mumkinligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Chunki mazkur mavjudlik ideyasi bo'yicha tahlil qilganda butkul mavjudiyatning hammasining birli turiga tabi bo'lishining mumkin emasligi, cho'qim mavjudligini o'z g'ayridan elayotgan mavjudlik bo'lish bilan birga mavjudligi butunlay boshqaga ehtiyoji tushmasdan mavjud turayotgan manba xarakterlik bir mustaqil mavjudiyatning bo'lishining muqarrarligi o'ttirg'a chiqadi. Mavjudiyat ana shundoq ikki turga ayrilish bilan birga ular orasida ta'sir qilish va ta'sirga uchrash munosabati bo'lishi aniq. Bundaq bir munosabatda birining mavjudligini bar qilgan manba bo'lishi, yana birining mavjudligining ashu manba xarakterlik mavjudlikning ta'siriga uchrashdan bar bo'lgan mavjudlik bo'lishi muayyanlashadi. Bu xil aqliy yakun tabiiyla muqarrar mavjudiyatning, ya'ni Xudoning borligining isboti bo'lishga yetarlidir.